akalar 9 million so'mga Malibu fasondagi yotoqxona mebelimiz. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotini beramiz. Eng qizig'i, dastavkalarni ham Xorazmgacha mana shu 9 millionning ichida qilib berishga gaplashdik. Bundan tashqari vodiy ichi dastavka ustanovkasini ham qilib berilar ekan. Endi videomizni oxirigacha ko'rsalaring, o'lchamlari, razmerlari, materiallari bo'yicha sizlarga to'liq ma'lumotni akamiz bilan birgalikda beramiz. Assalomu alaykum. Charchamasiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Bu tomonga o'tib olsak endi. Xo'p, aka, bu birinchi o'rinda ko'pchiligi razmeri qiziq bo'ladi. Hozir narxi arzon, razmeri kichikroq degan o'y bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri gapingiz, yo'q, lekin unaqa emas. Razmerlarimiz standart razmerlarda, hamma talablarga javob beradigan shkaflardan kelsak, 2.15 balandligi, 2.30 uzunligi, mayog'i chuqurligi 60. 60 sm. Ha, chuqurligi ham chuqur. Ko'p nimalarimiz 50-55 bo'ladi, buningki 60 ishlaganmiz. 60 ishlangan. Ichki chuqurliklari ham ko'rib qo'ysanglar bo'ladi, keng. Mana ham temir, alyumin nima emas, manaqalari polka, do'p polkalar bemalol qo'ysa bo'laveradi. O'rtalarimiz polka. Polkalarni ham ko'rsanglar, katta-katta ishlangan. Bu tomoni ham xuddi shunday vishelka, nima? Polka. Bir tomoni kelinga, bir tomoni kuyovga. Pastlarida 3 ta g'aladonlari bor. G'aladonlarni ham ko'rsanglar, katta ishlangan. Kichkina emas, ancha narsalar sig'ib ketadi. Tepasida plafonlilar, svetilnilar bor. 3 xil svetda yonadi. Termoyimizga keladigan bo'lsak, buruq 40, yana buruq 90 bo'yi. Mana bunday sekretli narsa nimalari bor. Bemalol ochilib yopilishlari yengil bo'ladi ham. O'rtada bitta g'aladon, 2 cheka. Mana bunday polkalari ham bor. 2 ga bo'lib qo'yganmiz. Bu vakuum. Vakuum. Bunda ham plafon nimalarimiz bor. Chiroyli ishlangan. Tumbichkalarimiz 50 ga 45 ishlangan. Mana bunday ikkitadan nimalar. Tortmalari ham yengil ishlangan. Xudo xolasa. Xudo xolasa, bular 100% PX kromka, qo'l bola dazmol emas, PX kromka, rossiyskiy laminat. Chizilib nima bo'lib ketmaydi. Spannilarimizga kelsak, spannilarimiz matraslar ikkita tomonlama ortopedskiy bo'ladi. 3 yil garantiyalari bilan yozilgan holatda bo'ladi. Mana akalar bitta o'zlarining garantiyasini o'qib qo'yaverasizlar. Matraslarimiz razmerlariga kelsa 220 ga 170 bo'ladi. Ikkita tomonlama. Общий spandiydi nimasi? Uzunligi 280, bu yog'i 190 joyga tushadi. Endi buni kattaytirib, kichaytirib beradigan nimamiz bor o'zimiz qo'limizda. Mabodo 10 sm kichikroq, 10 sm kattaroq deysiz. Shunaqa berishga nimamiz yetadi. Xo'p, bunisi mo chekkalari nima bo'ladi bu aka? Bu nima? Material bo'ladi. Germantin, koja hisoblanadi. Koja. Xohlovchilarga mana bunday moshi materiallarimiz bor. Har xil ranglarda. Mana akalar ko'raverasizlar. Endi bu moshi materialdan qilib bering deydiganlarga 200 ming so'm qo'shilib qoladi. 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Ko'p emas. Lekin bilganlar biladi, bu monondan ko'ra juda sifatliroq, qimmatroq bo'ladi. 200 ming so'm shunda ham bu. Lekin mono ham xizmati bor. Ichki machalkalari, parononlari yaxshi, mono yumshoq. Bemalol suyanib, kitob o'qib, telefon yalab o'tirsa ham bemalol belni massaj qilib o'tiradigan. Keyin 9 millionlik mebelga o'xshamaydi akalar. Xo'p, endi aka sizga videoda ko'rib telefon qilishdi. Shu joyda yana bitta obunachilar, bizni kuzatib borishlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Akamiz hech qana olib sotar baslar, o'zlari uyda mana shu mebellarni tayyorlab xalqqa yetkazib beradilar. Bundan oldin ham reklama qilganmiz. Inshaalloh ozmoz xayrini qilib aloqaga chiqsalaring, ag'ini gaplashasizlar. Zakaz qilishdi. Qanaqa tartibda bo'ladi? Misol, men sizga telefon qildim. Aka, bitta mebel olib kelib bering dedim. Shuni ham ko'pchilik shu sohada jicha nima bo'lib qolyapmiz. Misol uchun vodiydan telefon qiladigan bo'lsa, telefon qilib kunga, biron kunga gaplashsak, 3 kundami, 5 kunga ham tayyor bo'ladi bular. Imkoniyatdan kelib chiqib, zakalab tashlab beradi. Qolganini uyga olib borib o'rnatib berganimizdan keyin beradi vodiyga. Vohaga bo'ladigan bo'lsa, zakalat beradi. Kunini gaplashamiz. Isuzuga yuklagan holatda video, rasmlarini jo'natamiz uyda egasiga. Keyin qolgan pulni kartadan tashlab beradi, keyin Isuzu yo'lga chiqadi. Tushunarli. Xo'p. Endi aka, shunaqa holatlar ham bo'lib qoldiki, ba'zi bir biz reklama qilgan odamlar
pulni olib yo'q bo'lib qolishdi. Ashunaqali odamlar zakasini cho'zib yurishdi. O'zi bu narsani sizga buyurtma bersa, necha kunda tayyorlab berasiz? Uzog'i 4 kun 5 kunda. 4 kun 5 kunda tayyorlab berasiz. Xudo xolasa mana siz bilan 2-3 yildan beri hamkorlikda ishlayapmiz aka. Hali bironta sizga ham menga ham u masalada shikoyat bo'lgani yo'q, Xudoga shukr, vaqtida. Endi bunday narsalar 1-2 kun u yog'i bu yog'i bo'lib qoladi. Sababki endi svetimiz, ichma aynagimiz, materiallarimiz chiqmaslik hisobi bor. Ashlarning hisobiga 1 kun u yog'i bu yog'i bo'lib qoladi aytgan kunimizdan. Lekin iloji boricha tez va sifatli yetkazib beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Endi aka yana bitta narsa bor, hali optimga olib ishlaydigan do'konlar bor. Hamkorligi ishlaylik, biz zakaz qilsak bizga qilib berib turing deyishadi. Misol, mana shu fasonimiz yoqsa, unaqalar bilan ham ishlashga imkoniyatimiz bor, ob'yomni ulgutib beramiz. Xudo xolasa, u optinchilar telefon qilsa, alohida o'zlari bilan kelishilgan holatda ishlaymiz. Ular bilan ham ishlayveramiz. Ularning ham yo'llariga yuraveramiz. Xudo xolasa, ularni ham chiroyli qilib xalqni xursand qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh, qo'ldan kelgancha. Omma akalar, mana bu bitta Malibu fason mebelga baho beringlar, uyga qo'ysalaring ham, gabaritlari ham vafshi katta ko'rinadi. Shkaflari ham, mebellari ham inshaalloh bexijolat, materiallari ham usta akalarimizni men o'zim taxminan bir 2 yildan buyon hamkorlikda reklama xizmatidan foydalanishadi. Reklama qilamiz. Mana bugun bitta mebel tayyorladik dedilar, kelib mana biz ham syomkalar qilyapmiz. Bemalol xalqqa ishonishni tavsiya qilamiz. Xuddi shunaqangi sifatda, xuddi shunaqangi ko'rinishda inshaalloh akamiz o'zlari ulgutib yetkazib beradilar. Endi aka, mabodo kelib ko'ramiz deydiganlar bo'lsa, xonadonda bitta tayyori bo'ladimi? Ko'pincha bizda tayyor turmaydi. Sababki biz alalaqa optin ishlaganimiz uchun ko'p klientlar bor. Tayyor bo'ladi, chiqarib yuboramiz darrov. Asosiy zakazga qilib beramizda biz. Bundan tashqari biz bo'lak ishlarimiz ham bor. Miyaqki, yakka spanli, shunaqa narsalar ham qilganimiz uchun zakaz berishsa, xudo xolasa, shu aytganimizdek 3 kundan 4 kun yo 5 kungacha cho'zilib qoladi. Xudo xolasa. Endi aka, mabodo boshqacha mebellar kerak bo'lsa ham qilib beraverasiz. Misol, oshxona mebel, yumshoq mebel qilib beraveramiz. Yakka bunaqa spanniyni o'zini olsa yokida mana shu divanini o'zini olsa nech pul? Divanini o'zini yaxshi aytdingiz aka, ko'p savol bo'ladi. Divanini o'zi vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida 4 million so'm. 4 million so'm. Vohalar bo'lsa yetkazib beramiz 4 millionning ichida. Vohaga 4 millionning ichida yetkazib beramiz aytgan yerigacha, xudo xolasa. Xo'p, divanini o'zi endi akalar mabodo ma'lumot uchun yana bitta qaytarib o'tamiz. Aka, Xorazmgacha dedingiz. Xorazmgacha dastavkasi ichida polni komplektimiz 9 million so'm. Vodiy ichi dastavka ustanovkasi ichida 9 million so'm. Shunaqa? Shunday aka. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga akamizning nomerlarini yozib qo'ydik. Mana shu Malibu fason yotoqxona mebelimizni xarid qilishlari mumkin. Yangi uylanmoqchi bo'lgan kuyov bolalarga video jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.